Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, skuter ishqibozlari. Biz bugun yangilik skuterlarimizni bir qator tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy stadion yonida joylashgan. Ya'ni Kalsovoydan markaziy stadionga yaqinlashganimizda svetofor keladi. Svetofordan o'ng tarafga, bozor tarafga 150 metr yurilganda o'ng qo'lda Angel qip-qizil marojnaxona keladi. O'shaning ro'parasida do'konimiz joylashgan. Bemalol kelishingiz mumkin. Xo'p, yangilik modellarimizdan mana JK variantlari 6 ta akkumulyatorli so'raganlar uchun 16 ballon sakadiskalik. Mana ikki taraf ham jiddiy tormoz bilan jihozlangan. Bittadan ikkita amortizatorli bo'ladi. Krellari ham e'tibor bersanglar juda ham chiroyli holatda ishlangan. Xo'p, akkumulyatorlari oyoq tagida emas, sidinani tagida joylashgan bo'ladi. Korpuslari juda ham chiroyli holatda ishlangan. O'zingizlar bitta baho berib ketishingiz mumkin. Mana dugalarigacha bor. Yosh kattalar uchun ham juda qulay. Uzoq masofa yuraman deganlar bo'lsa, bitta zaryadida skoroslarini alishtirib haydasangiz 50, 60, 70 km masofani bemalol bosib o'tadi. Agar faqat birinchi skorosda yuraman desanglar 100 km gacha masofani bosib o'tishi mumkin. Xo'p, bu yerda yuk solish uchun mana bunday qulay sandiqchalarga ega. O'zini komplektida zaryachi bokovoy kaska jiletlari bo'ladi akalar. Orqa taraflarini ko'rinishi xuddi shunday holatda, mana juda ham chiroyli. Motorlar 240 wattlik motor bo'ladi. Xo'p, tezliklarga keladigan bo'lsak, 55 tezlikka ko'tarilar ekan. Xuddi shunday holatda. Buni narxini 450 dollarga chiqarib beramiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, benzinli tank so'raganlar uchun benzinli tankimiz bor. Bu arzon holatdagisi. Ya'ni hozirgi kunda benzinli tanklar 950 dollarga sotyapmiz. Buni 700 dollarga chiqarib beramiz. Sababi ozgina ishlangan 500 km masofani bosib o'tgan. Va bu yerda ishlanganning hisobiga ozgina o'sha mashina kelganda yonga tashagan, o'sha yerga tegib shilingan joyi bor. Shuni hisobiga 700 dollarga chiqarib beramiz akalar. Xudo xolasa ayb nuqsonlari yo'q mana. Xuddi shunday holatda. 700 dollarga 150 kubalik benzinlik tank skuterini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mana endi 6 ta akkumulyatorlik dugali variantlarimiz bular yangi. Jiddiy tormoz bilan jihozlangan, tezligi 60-65 ga chiqadi. Bitta zaryada 60-70 km masofa bosib o'tadi. Narxini 600 dollarga chiqarib beramiz. Oz o'tib beradigan joyi bor. Hop, bu yerda veloskuter 20 ballon sakadiskalik 4 ta akkumulyatorli varianti 40-50 km masofa bosib o'tadi. Motor quvvati 240 watt bo'ladi. Orqa tarafi jiddiy tormozlik, oldi tarafi tros tormozlik. Tezligi 40-45 tezlikka ko'tarila oladi. Buni narxini 4,6 million qilib beramiz. 28 ballonlik veloskuterimiz, akkumulyator orqada, oldida 250 wattlik motor bilan jihozlangan, tezligi 25 tezlikka chiqadi, ya'ni odam bilan. Buni narxini 4,5 millionga chiqarib beramiz. Yangilik skuterlarimizdan Tesla varianti 5 ta akkumulyatorlik, oldi tarafi jidkislik, orqa tarafi tros tormozlik, tezligi 60 tezlikka ko'tarila oladi. Motor quvvati 240 watt. Yani ko'rsatib ham o'tamiz. Motor quvvatlari 240 wattlik motor bilan jihozlangan. Bitta zaryadida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Narxi 430 dollar, kolonka bluetoothlargacha bor. Navbatdagisi Duga 5 variantimiz, mana juda ham chiroyli holatda ishlangan. Polni Duga bilan jihozlangan bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, 16 ballon sakadiskalik. Buni ham parametrlari deyarli bir xil akalar, 50-60 km masofa bosib o'tadi. Buni kolonkasi yo'q, tezligi 45 gacha ko'tariladi. Narxini hop 430 dollar, 420 dollarga chiqarib beramiz. Hammasida zaryachi bokovoy kaska jiletlari bor akalar. Ana endi qo'sh faralik dugali variantimiz. Tezligi 60 ga chiqadi, bitta zaryadida 50-60 km masofa bosib o'tadi. 16 ballon sakadiskalik, motor quvvatlari 250 yoki 240 wattlik motor bilan jihozlangan. Oldi tarafi jidkis tormozlik. Xo'p, buni narxini 390 dollarga chiqarib beramiz. Mana shunday holatda. Cho'ntak modelimiz 14 ballonlik, 4 ta akkumulyatorlik, tezligi 55 tezlikka chiqadi. Bitta zaryadida 30-35 km masofa bosib o'tadi. Buni narxini 270 dollarga chiqarib beramiz. So'mda hisoblasak 3 million 400 mingga chiqaradi akalar. Xuddi shunday holatda. Navbatdagisi cho'ntak modelining katta varianti 16 ballon sakadiskalik, 5 ta akkumulyatorlik, bitta zaryadida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Tezligi 55 tezlikka chiqadi akalar. Buni yangilik jihati shuki, oldi va orqa tormoz tizimi jiddiy tormoz bilan jihozlangan. Tezligi 55 tezlikka chiqadi. 5 ta akkumulyatorlik, bitta zaryadida 50-60 km masofa bosib o'ta oladi. Narxini 360 dollarga chiqarib beramiz akalar.
Mana qaysi turdagi skuterlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy stadion yonida. Mana bu taraf markaziy stadion, svetofordan bozor tarafga yurganinglarda angel mana qip-qizil marojnaxona joylashgan, o'shaning ro'parasida bizning do'kon bor akalar. Bemalol kelib, o'zingizlarga yoqqan skuterni haydab, sinab ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Agar boshqa viloyatda yoki musofirda yurgan akalarimiz bo'lsa, telefon qilsanglar, Xudo xohlasa barcha turdagi skuterlarni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Faqat dastavkalarimiz pullik bo'ladi akalar. So'raganlar uchun veloskuterlarimizni boshqacha variantlari ham bor. 3 oyoqli skuterlarimiz bor edi. Ikkitani hozir olib ketib qolishdi. Syomkalarini qo'yamiz, Xudo xohlasa. Xo'p, sidina suriladigani 5 ta akkumulyatorligi $580, 6 ta akkumulyatorligi $600 ga chiqadi. Eng kichkina varianti 3 oyoqlilar. Xo'p, kattaroq orqada 2 kishi o'tiradiganlar bo'lsa, ular 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Ularda $800 ga chiqadigani bor, $770 ga chiqadigani bor. Agar 300 kilo yuk oladi, shunaqasidan kuchligidan kerak deganlar bo'lsa, ularni hop $800 ga ham chiqarib berishimiz mumkin. Tepasi yopiq variantlarini $900 ga chiqarib beramiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat. Albatta bitta like bosib, xuddi shunaqa skuter qidirgan yaqininglarga bu videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.